Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube, Instagram, Telegram kanalini, Abdulla Buvan kanalining muxlislari. Bugun mana bizlar Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani Uchtepa qishlog'ida joylashgan 59-sonli eski mana hozir nomi qo'yilmayapti. Eski shuning izoh berib o'tib ketaman. Muqimiy nomli 59-o'rta maktabini 1981-yilda bitirib, hozir mana bugun 2026-yil 9-aprel sanasi 45 yillik yubiley nimasini mana shu yerga ham ziyorat, ham 45 yillik o'quvchilarni bitirish nimasini yubiley sanasi bilan mana shu yerga bizlar ham ziyoratga, ham nimaga keldikda, bitiruv kechasiga. Mana ko'rib turganingizdek, mana shuncha hozir nafar bir 15-20 ga yaqin sinfdoshlar yig'ildik. Shu jumladan mana nevaramiz ham bor, Abdulfayz. Ba'zi sabablarga ko'ra kelolmay qolgan o'rtoqlarimiz keyingi yili qo'shilsin. Safimiz yana ham ko'payaylik. Mana hurmatli YouTube kanalini, Instagram kanalini muxlislari, bizlar bugun mana Samarqand shahrida joylashgan Chelak tumanidagi hadis ilmining ustozi Muhammad ibn Ismoil Buxoriy majmuasidamiz. Mana qayta ta'mirlangandan keyin mana shu holatga kelib turibdi. Mana juda manzaralari odamni o'ziga jalb qiladigan. Mana shu ziyoratga uzoqdan Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidan keldik. Albatta bu arziydi. Men o'rtoqlar Buxoriy haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Hadis ilmining ustozi Muhammad ibn Ismoil Buxoriy hijratning 194-yili Shavvol oyining 14-sanasida juma kuni Buxoroda tavallud topgan. U kishi yetim bo'lib o'sganlar. 9 yoshida Qur'oni Karimni mukammal, to'liqcha yod olganlar. Voyaga yetganlarida 10 mingdan ziyod hadisni yod bilganlar, yosh bo'lishiga qaramasdan. Yoshlik paytlarida ko'zlari ojiz bo'lib, ko'rmay qoladi. Shunda uni onalari tush ko'radi. Tushida Ibrohim payg'ambar u kishiga: "Ey ayol, Alloh taolo ko'p duoing sababli o'g'lingni ko'zini qaytarib beradi", dedilar tushida. Shundan so'ng Buxoriyning ko'zlari yana qayta ko'ra boshlaydi. Imom Buxoriy 18 yoshga to'lganda onalari va akalari bilan Makka Mukarramaga haj safariga keladilar. Shunda Imom Buxoriy Makka da qoladi, akalari va onalari esa Buxoroga qaytib ketishadi. Makka da u kishining ustozi Abdullah ibn Yazid al-Muqri degan kishi bo'lganlar. Imom Buxoriy 600 mingdan ziyod hadis to'plaganlar. Shundan 100 mingi sahih, 200 mingi zaif hadisni yod olganlar. Bu hadisni to'plashda 90 mingdan ziyod ustozlar, xullas 90 ming odam bilan muloqot qilib, mana shu yig'ishda shuncha vaqt sarflaganlar. 90 ming odam bilan nima qilishda. O'rtoqlar, ziyoratimiz davom etadi. Mana bugun hozir Imom al-Buxoriy majmuasini mana ro'parasida turibmiz. Mana videoning boshida Imom al-Buxoriy majmuasini tarix haqida qisqagina tushuntirib o'tdim. Mana bugun 45 yillik maktab bitiruvchilarini o'zini mana shu ba'zi sabablarga ko'ra o'zini dil izhorlarini aytib, nimasi mana shu nimamizga, suhbatimizga Berdimurodova Norbeydan so'z eshitib qolamiz. Assalomu alaykum.
hurmatli qadrdonlar, qarindoshlar. Mana bugun ajoyib kun. Maktabni bitirganimizga 45 yillik munosabati bilan yangi majmuani ko'rishga kelib turibmiz. Imom Buxoriy majmuasi. Mana tarixda bir juda ajoyib bir chiroyli bir majmua bunyod bo'libdi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Mana 5 yildirki mana tarixiy joylarni ziyorat qilib turibmiz. Endi ziyoratlarimiz bardavom bo'lsin, hamma sog' omon bo'lsin. Mana hech ham kamaymaylik, doim tulki ustuvor nasib etsin hammamizga. Endi hozir juda ham hayajondamiz, juda ham xursand bo'lib turibmiz. Chunki yurtimizda ravnaqi, kelajagi bundan-da zo'r bo'lsin. Bunda ham chiroyli joylar bino bo'laversin, barpo bo'laversin. Prezidentimiz ham omon bo'lsin, charchamasin, sog' bo'lsin. Yurtimizda tinchlik bo'lsin, osmonimiz hamisha musaffo bo'lsin. Mana emin erkin yurishni o'zi bir vaqtda hozir ko'rib, juda ham bir boshqacha bir hayajonlanib ketyapman. Allohim hammani shu kunlarga yetkazsin. Doim yaxshiliklar ustida yurish nasib etsin. Hamma sog' omon bo'lsin. O'rtoqlar mana Berdimurodova Norbibidan kelgan mana do'stimiz Salimov Ahmad mana shu sinfda eng ilg'ori faoli. Hozir ham mana avtomasteriskaya hamma soha bo'yicha usta. O'zini mana bugungi 45 yillik uchrashuv haqida o'zini mana dil izhorlarini aytib o'tadi. Do'stim gapiring. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun sinfdoshlarimiz bilan Al-Buxoriyni aylanib ziyorat qilib ko'rdik. Mana bizlarni ham bitirganimizga nasibsa 45 yil bo'ldi. 1981-yilda bitirganman. Mana do'stlar bilan shu 45 yillik yubileyni inshaalloh Al-Buxoriyni ziyorat qilishga keldik. Hammamiz mana yaxshi aylanyapmiz nasibsa. Mana do'stlar bilan birga yuribmiz. Mana keyingisi mana Amir Temurning tavallud topgan yili ekan bugun. Kuni shu munosabat bilan keyingi yana kechgacha Sharsabz shahriga borib Amir Temur buvomizni ham ziyorat qilamiz nasib bo'lsa. Rahmat. Endi ilmli uzrli bo'lib qolgan sinfdoshlarimizni hammasini uzrli sabablarga kelolmagan yana yil kelishga taklif qilamiz. Ay yasha. Hamma sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Mana keyingi navbatda kim o'ziga chiqib gapirmoqchi bo'lsa marhamat gapirsin. Nima deymiz? Assalomu alaykum YouTube kanalining muxlislari. Bugun mana O'zbekistonning eng mana shu ziyorat qiladigan qadamjoylaridan biri. Nafaqat O'zbekiston, O'rta Osiyo islom olamining eng nufuzli mana shu hadislar to'plamini to'plagan Imom Al-Buxoriy majmuasidamiz. Bu kishini mana qabrlarining yonidamiz. Shuning uchun mana O'zbekistonda juda rivojlanib ketyapti. Shunga ham Imom Buxoriy hazratlarining haqqiga Qur'on tilovat qilamiz. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Yasin wal Qur'anil hakim. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون وقد أرسلنا على أكثرهم وما جعلنا في أعناقهم أغلالا فهم ومعهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر
وخشيتك معنا بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah'ın ikramı Yasin surasından hazır bo'lgan oyatlarini ham bo'ladigan ajri savoblarini jami shu o'tgan nabiylar, anbiyolar, rasullar, xususan payg'ambarimiz, rasulimiz, ikki olam sarvari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning haqlariga, uning xonadon ahli baytlariga, sahobalariga, tobiinlariga, mana shu manzil makondan o'tib ketgan jami marhumalarning ruhlariga hamda mana shu bugun mana ziyorat qilayotgan Imom Buxoriy hazratlarining ruhlariga hamda mana shu duoga qo'l ochib turgan mana shu sinfdoshlarimizni ota ajdoddan, ona ajdoddan o'tib ketgan jami marhumalarning ruhlariga boshla qildik. Biz tilga olgan marhumlarni oxiratlarini obod qilib, qabrlarni Qur'on nuri bilan ro'shonlaydi, rotor joylarni shohday jannatlardan ato qilsin. Davlat boshliqlarimizni boshlarini omonlikda olib borayotgan ishlariga Alloh ko'mak bersin. Har bir duoga qo'l ochib turgan ziyoratchilarning ziyorati qabul bo'lsin. Nasib bo'lsa keyingi yillarga ham mana shu majmualarda ziyorat qilish nasib qilsin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil akhirati hasanatan va qina azabannar. Robbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana va hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bir rahmatga arhamar rohimin. Allohu akbar. Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlarim, sinfdoshlarim. Mana bugun biz Samarqand shahrida Imom Buxoriy ziyoratgohidamiz. 81-yil bitirgan sinfdoshlarimizni mana 45-yilligi. Bugun ulug' bobomiz Amir Temur bobomizni tavallud topgan kuni. Mana shu doim o'tirishlar tashkillashtirgan sinfdoshlarim, o'g'il bolalarga juda katta rahmat. Juda ham minnatdormiz o'g'il bolalardan. Mana shunday har yili bizni ziyoratgohlarga olib kelib, tomosha qildirib kelyapti. Bundan ham ziyoda bo'lsin. Mana shunday o'tirishlarimiz doim bardavom bo'lsin. Hammaga sog'lik, salomatlik tilayman. Mana shu kelmagan do'stlarimiz ham ular ham yanagil nasib shu safimizga qo'shilib kelsin. Hammani Xudo tilagan murodiga yetkazsin. Mana shu qilgan ziyoratlarimizni Allohim Xudoning o'zi dargohiga qabul qilsin. Hamma sog' salomat bo'lsin, hech kim kam bo'lmasin. Allohim doim mana shunday o'tirishlarimiz bardavom, doim yaxshi kunlarda o'tiraylik, nasib qilsa yuraylik. Sizlarga rahmat katta. Katta rahmat. O'rtoqlar, hurmatli sinfdoshlar, mana hozir endi hamma yigitlar, sinfdoshlar nima abid qilishyapti, tanovul bo'lyapti hozir. Tandir go'shti. Manzil mana shu o'zimizni Perivol dovonda, kitob dovonidagi Samo choyxonasi, Samo. Taomlari qanday ekan? Yaxshimikan? Ma'qul bo'ldimi? Agar mabodo Samo qayerda desalaringiz, mana katta tosh, bundan ozgina balandda, bir 100 metr bormi? O'zimizdan kelishda avval Samoga mana shu yerda shunday burilish pavorat bo'ladi, keyin katta toshga chiqiladi. Mana bir qismi Ahmad do'stim mana bu choyxonada o'tiruvdi, so'rida. Mana bu keyingi so'rimiz. Bundan keyin mana bu keyingi so'rimiz. Hozir bu kishilardan ham qanday o'rtoqlar, yaxshi keldilaringizmi? Ziyoratlaringiz qabul bo'lsin. Yaxshi bo'ldimi? Murodlari hosil bo'lsin. Taassurotlar qanday bo'ldi bugungi 45 yillik haqida? Yaxshi taassurot. Ha, qarayapti, hozir qani? Qanerdagilar nima zakat qilasizlar deyapti. Vaqt qo'ldan
Mana shu taassurotlar haqida va Norbek sinfdoshimizdan va ikki og'iz eshitamiz qani bugungi. Sayohatni judayam yaxshi o'tdi. Judayam ko'tarinki kayfiyatdamiz. Alhamdulillah, hammaga nasib etsin. A'lo darajada bo'ldi. Hamma bo'lsin. Bizgayam rahmat. Ovoz ketyapti, gapiravering. Katta rahmat sizlarga. Allohim umrlaringizni uzoq qilsin. Erkaklarga deb. Erkaklarga deb. Sizlarga debman. Allohim tashkil etsin. Mana shunday yaxshiliklarda, yaxshi kunlarda, mana shunday ajoyib maskanlarga yana sayohat qilishlar nasib etsin. Hamma sog' bo'lsin, hamma omon bo'lsin. Safimiz ko'p bo'lsin. Ko'paysin safimiz. Kelmaganlarga nima deysizlar? Ba'zi saflarga kelib. Kelmaganlarim sog' bo'lsin. Hammasi omon bo'lsin. Yana nasib etsa yana Xudo xolasa keyingi yili qo'shilishib, yana ham saflarimiz kengayib, ko'paylashib, kelishlarga katta avtobus zakazlaylik. Yana bu uchun juda katta rahmat. Mana shu sayohat uchun kattadan katta rahmat. Mana hozir ajoyib joyga bir maskanga kelib choy ichamiz. Bu yerim juda yaxshi joy ekan. Do'stlarimizga qancha qizlar havas ketar, birdamligimiz uchun. Boshqa anavlar aytdilar, do'stlar juda yaxshi birga qilasizlar, hamma borasizlar.